hamma matohini qo'lida bo'lsa ham. Yunus alayhissalom Ba'ladxonga tushib dengizga kirib ketdi. Nima deb duo qildi? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Parvardigor, sendan o'zga iloh yo'q, albatta men o'zimga o'zim zulm qilganlardan bo'ldim. Ya'ni senga osiylik qildim, eng baxtsiz inson bo'lib qoldim. Musulmon odam savobli ish qilganda, Alloh rozi bo'ladigan ishni qilib, shunga muvaffaq qilganda shunaqa saodatni his qiladi o'zida. To'g'rimi? Hech kimga bildirmasdan bir muhtoj odamning mushkulasini hal qilib qo'ydingiz. Xursand yuribdi. Hech kimga bildirmaysiz, shunaqa xotirjamlik his qilasiz. Bu faqat mu'minga beriladigan narsa. Alloh azza va jalla bu payg'ambarini duosini ijobat qildi, najot berdi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam Quraysh quvib chiqdi Makkadan. Rasululloh Savr g'orida o'zini hamrohi Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bilan o'tiribdi-da,